Angliyada o'tgan boks bo'yicha jahon chempionati yakunlanib, g'olib va sovrindorlar nomi ma'lum bo'ldi. O'zbekiston terma jamoasi unda munosib ishtirok etib, medallar shodasini qo'lga kiritdi. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Dehqonchilik qishlog'ida bayramona kayfiyat. Bu yerda tug'ilib o'sgan bokschi Akmaljon Isroilov jahon chempionatida mezbon Angliya sportchisini mag'lub etib, O'zbekistonga 6-chi oltin medalni taqdim qildi. Bu g'alaba nafaqat mamlakatimiz, balki uning qishlog'i ahli uchun ham katta iftixor bo'ldi. Mana O'zbekistondan borgan hamma bolalarimizga tilak qilib, shunaqa hayajonlanib o'tiribmiz. Bolalarimiz mana yaxshi natijalarga erishyapti. Buni tagida tinimsiz mehnat yotibdi. Shu mehnat qildi, bugun mevasini ko'ryapmiz. Qo'llab-quvvatlaganlarga ham rahmat, davlatimizga ham rahmat. Chempionlik jangidan so'ng Akmaljonning nomi sport ixlosmandlari orasida yanada mashhur bo'ldi. Jahon chempionatidagi zafari tufayli yurtimiz bayrog'i yana bir bor yuksak minbarda ko'tarildi. Niyatimizga yetdik, o'g'lim ham niyatiga yetdi. Intilgan odam bo'lsa, prezident sharoitlari zo'rda hozir. Intilmaganga qiyin. Intilsa hamma narsaga erishsa bo'ladi. Akmaljonning sport yo'li ana shu qishloqdan boshlangan. U dastlab Qo'rg'ontepadagi sport maktabida mashg'ulotlarga qatnashib, qisqa vaqt ichida respublika miqyosidagi musobaqalarda g'olib bo'ldi. Keyinchalik xalqaro turnirlarda ham o'zini namoyon etdi. Dehqonchilikdagi bu quvonch yurtimizda sportga qaratilgan davlat e'tiborining samarasidir. Akmaljon Isroilovning g'alabasi O'zbekiston yoshlarining matonati, irodasi va yuksak orzularini butun dunyoga namoyon etdi.